Mamlakatimizning qay bir go'shasida bo'lmang, katta bunyodkorlik, obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlariga guvoh bo'lasiz. Vohamizda ham bu boradagi ishlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Adib Sobir Termiziy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi mamlakatimizda kutubxonachilikning so'nggi yutuqlari asosida bunyod etilgan bo'lib, an'anaviy, virtual hamda elektron shaklda aholining barcha qatlamlariga xizmat ko'rsatuvchi ma'rifat markazlaridan biri sanaladi. Mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar, ezgu tashabbuslar zamirida ham yurtdoshlarimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitish, bilim va dunyoqarashini yuksaltirish kabi maqsadlar mujassam. Kitob beminnat ustoz. Har daqiqa u bizni donishmandlarning bilim xazinasi bilan oshno etadi, deb yozadi buyuk shoir va mutafakkir Mir Alisher Navoiy. Darhaqiqat kitob insonni ma'naviyatga, ma'rifatga yetaklaydi. Ushbu kitob markazining asosiy maqsadi ham kitobxonlarga ma'rifat ulashishdir. Mazkur markazda 240 mingdan ortiq kitob fondi mavjud bo'lib, bir vaqtning o'zida 350 nafar kitobxonga xizmat ko'rsata oladi. Bundan tashqari, kitobxonlar uchun eng so'nggi texnologiyalar asosida jihozlangan axborot resurs markazi faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda kitobxonlikka alohida e'tibor qaratilayotganligi sababli bizning kutubxonada kitobxonlar soni kundan kunga oshib boryapti. Ilgari kutubxonamizga 200-300 dan ortiq kitobxon tashrif buyursa, bugungiga kelib 500 dan ortiq kitobxonlarimiz kitoblarimizdan bemalol kelib foydalanishyapti. Bugungi kunda kutubxonamiz fondi yanada ham boyidi. Xususan Surxondaryo viloyat hokimligi hamda viloyat prokuraturasi tomonidan kutubxonamizga 1000 dan ortiq adabiyotlar sovg'a qilindi hamda foydalanuvchilarimizning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ular tomonidan so'ralgan yana 2000 dan ortiq adabiyotlar fondimizga olib kelindi. Kitob insonlarda vatanparvarlik, erkinlik, mehnatsevarlik, halollik, fidoyilik kabi eng zarur fazilatlarni shakllantiradi. Shu bois markazda kitobxonlik va kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratilgan. Viloyatimiz markazidagi ushbu kutubxonaga deyarli har kuni kelaman va badiiy kitoblar o'qiymiz. Bu bizga ko'plab imkoniyatlar va motivatsiya beradi. Shu bilan birgalikda shu kungacha 20 ga yaqin badiiy kitob o'qiganman. Hozirgi kunda Atomic Habits James Clearning kitobini o'qiyapman. Bu kitob menga odatlarni shakllantirishga yordam beradi. Bugungi kunda mazkur axborot kutubxona onlayn tarzda ham faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari markaz nafaqat respublikamizdagi yetakchi kutubxonalar bilan, balki bir qator xorijiy davlatlar kutubxonalari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Bizning axborot kutubxona markazimizda raqamlashtirish ishlari ham samarali va maqsadli yo'lga qo'yilgan. Biz o'tgan yil 2024-yil hisobida 1000 dan oshiq kitobni raqamlashtirilgan bo'lsa, 2025-yilda 2000 ga yaqin kitoblar raqamlashtirishni o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz va 2025-yil birinchi choragigacha 1000 dan oshiq kitoblar raqamlashtirildi. Kutubxonamiz fondida mavjud bo'lgan kitoblarni raqamlashtirib, bizning dasturimiz mavjud. Dasturimizga to'liq matnni joylashtirib boramiz va kitobxonlarga 15% ni taqdim eta olamiz. Bu kitoblarimizga qiziqqan kitobxonlar bemalol kelib kutubxonamizdan va onlayn xizmatlarimizdan foydalanishlari mumkin. Bizning elektron resurs bazamiz ham mavjud. Bu fondimiz esa har yili yangi kitoblar, badiiy, ilmiy, darslik hamda tillarga oid kitoblar bilan boyitilib bormoqda. Bir so'z bilan aytganda, ushbu markaz kitobxonlarga ezgulik ulashishi barobarida yoshlarda milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat hissini uyg'otib, ularni intellektual salohiyatli bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlaydi.